Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, sizlar bilan bugun men Jalol editor. Bugun yangi sezonda A18 bonus passini ko'rib o'tamiz. Qani ketdik bo'lmasa. Bu yerda yangi kelgan Mirado juda chiroyli, вот так прям. Menga yoqdi. Sizlarchi nima deysizlar? Xo'p. Oldin uzr so'rayman, kamera tegayotganim uchun. Bundayroq qilsa yo'q ekan. No, super kartlar bo'lmasa ham, lekin normal. Misol uchun aytaman, 400-500 ga tushdi, normal ekan, lekin arziy 400-500 ga hammaga olishni tavsiya beraman. Sizlar bilan Jalol editor. Bye bye.